Nima men hammangni bitta-bitta yo'qotishim kerakmi? Maktabga kech qolasan, tur kuchak. Ragetga. Mana ko'r. Pichoq qani pichoq? Bitta-bitta ye, shu seniki hech kim yemaydi shuni. Ana shu yerda menga Qo'lingni kesadi hozir pichoq. Quvnoqdagi paraxodining kema jurnali 5-fevral. Choyingni ich hammang. Sekin ey. To'kasan hozir. To'kildi. Bolam, ol-ye. Qornim to'q dedim-ku. Qo'shnidan bir sochiqcha olib keldi. O'zimizda ham bor-ku. Olib kelib qo'yda shuni bo'lmasa. Men nima qildim? Menga oqqan baqarasiz. To'kiladi. to'kilma. Maktabga kech qolyapmiz. Ming marta aytaman, maktabga kiyadigan formangni dasturxon boshiga kiymadi bu palazga. Men toza bo'ldi, kiy tez-tez bo'l. Men bo'ldim, bitta tugmachasi ortiqcha ekan ona. Qani shohruxlikka o'xshadimmi? Men mana bostirib kiyib yurgin. Tushundingmi? Shamollasang qo'llariga pul yo'q. Tezlashlaring. Ey, labingni o'chiray. O'laysan. Shu narsa surmadim, o'zi shunaqa. Ma, ustoz remont pulini ham olib ketuvdilar. Chop, ertaga olasan. Uydan nashat olib chiqdim, maktabga borib maqtan ichamiz. Menga ham berasan ketga. Qara, puling ko'paytirib bering. Mana 2ta olib, mana 3ta berdim. Aldama. Yoshlik sani o'ylamagan